yassi tebranuvchi elaklar. Uzatish mexanizmi qutisi va ramasi orasida qattiq bo'lmagan kinematik bog'lanishli tez yurar tebranuvchi elaklar asosan boyitish mahsulotlarini suvsizlantirishda ishlatiladi. 3 ta ketma-ket gorizontal joylashgan qutidan iborat bo'lib, qiya holdagi sharnirli tayanchga tayanadi. Har qaysi qutiga 4 tadan eksentrik uzatma val va tayanchlar bir-biri bilan sharnirli bog'langan. Val tasmali uzatma orqali elektrodvigateldan harakatga keltiriladi. Val rama bilan 3 ta amortizatsion prujinalar orqali bog'langan. Harakat 2 juft shatullar yordamida valdan qutichalarga uzatiladi. Qutilarning harakatlanuvchi massasini muvozanatlashtirish uchun eksentrisitetlar bir-biridan 180 gradusga siljitilgan. Elak quyidagi texnik xarakteristikalarga ega. Qutining 1 minutdagi tebranishlar soni 400-450, tebranish amplitudasi 14-26 mm, ikkita to'rning maydoni 7,5 metr kvadrat, ko'mirli konsentratni suvsizlantirishdagi ishlab chiqarish unumdorligi 20-25 tonna sutka, ko'mirli shlamlar uchun 12-13 soat. Elash jarayonini bajaruvchi mashina va moslama bu elak deyiladi. Elovchi yuza sifatida sim to'rlar, elak va orasi ochiq panjaralar ishlatiladi. Sim to'rlar po'lat, latun, bronza, mis yoki nikeldan, teshiklari kvadrat, to'g'ri to'rtburchak yoki tirqishli shaklda, ko'zining o'lchami 100 dan 0,4 mm gacha qilib tayyorlanadi. Keyingi yillarda to'rlar kaprondan, rezinadan tayyorlanmoqda. Eng ko'p ishlatilayotgan kvadrat teshikli to'qilgan to'rlar va tirqish teshikli yig'ma to'rlardir. To'rlar teshiklari yuzasi maydonining to'rning umumiy yuzasiga nisbati jonli kesim deyiladi va foizlarda ifodalanadi. Kvadrat va to'rli to'rtburchak shakldagi ko'zi to'qilgan to'rlar uchun jonli kesim koeffitsiyenti hisoblanadi. Teshikning kengligi bir xil bo'lganda, to'g'ri to'rtburchak shaklli to'rning jonli kesimi kvadrat shaklnikidan ko'p, ya'ni to'rt teshiklarning o'lchami standartlangan va parallel simlar orasidagi minimal masofa bilan aniqlanadi. To'rlar to'qilgan taram-taram simlardan yig'ilgan, payvandlangan va qoliplangan, shtampovka qilingan bo'lishi mumkin.